Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan va endigina safimizga qo'shilgan aziz obunachilar. Bugun biz O'zbekiston bozoriga shiddat bilan kirib kelgan va o'z o'rnini topgan Foton brendi ostidagi Trackmate yuk mashinasini obzorini boshlaymiz. Qani ketdik. Mashinamizning ko'rinishi jihatdan zamonaviy, chiroyli va shu bilan birgalikda tumankalari LED faralari bilan jihozlangan va ma'lumot o'rnida yana shuni aytib o'tishim joizki, kunduzgi yoritish chiroqlari ham mavjud. Mashinamizning umumiy uzunligi 488, eni 168, balandligi esa 1.9 metrni tashkil qiladi. Ana endi bort qismining umumiy uzunligi 3.5, eni 1.56, bort qismining balandligi esa 36 cm tashkil qiladi. Mashinamizning yuk ko'tarish qobiliyati 1,5 tonnani tashkil qiladi va shu bilan birgalikda mashinaning oldi qismi emas, balki orqa qismi ham o'ziga xos dizaynga ega. Aynan mashinamizning balon qismi 175 ga 18R va ma'lumot o'rnida yana shuni aytib o'tishim joizki, mashina ramaga emas, balki kuzovga yig'ilgan. Ana endi mashinamizning yurak, ya'ni motor qismiga o'tamiz. Qani ketdik. Mashinamiz 104 ot kuchga ega va unga 1,5 litrli Dong'an atmosferli motor o'rnatilgan. Shu bilan birgalikda avtomobilimiz 100 kilometrga 7-8 litr benzin sarflaydi. Umumiy bak hajmi esa 50 litrni tashkil qiladi. Avtomobilimiz 5 pog'onali uzatmalar qutisi, gidravlika rul hamda ABS tormoz tizimi bilan ta'minlangan. Avtomobilimizning media sohasi radio, aux, fleshka hamda isitish va sovutish tizimlari mavjud. Avtomobilimizda elektron oyna ko'targichlari ham mavjud. Avtomobilimiz faqatgina haydovchi uchun emas, balki yo'lovchi uchun ham juda qulay. Siz uchun eng qulay shartlar kredit, lizing, naqd to'lov, bularning barchasi sizning qulayligingiz uchun. Foton, sifat va ishonch ramzi. Mashinaning narxiga qiziqyapsizmi? Unda kommentariyaga plyus belgisini qoldirib keting. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz.